Qachongacha mol boqaman, odamlar pulga soqqaga urib yuribdi. Men faqat moldan tayiga. Asli do'st, mol boqib charchamadingmi? Men qara, qiydan senga muncha pul. Hukumatdan qarshi so'rayveruvding. Qayerdan bunaqa moshillar, pul, vaqcha yo'q. Endi jigar kallani ishlatish kerak-da. Mol qachongacha boqasan? Erta ol chiqamiz, mollarni sotamiz. O'zim qilgan biznes plan bor. Shuni aytaman, hech kimga aytmaysan, tushundingmi? Elton, shuni bitta qarasidan. Qarasidan sariqdan beraman. Bu qanaqa joy? Bu Buxorodagi eng katta, narxi arzon, sifati zo'r bo'lgan quyosh panellarini o'rnatadigan joy. Mollaringning puliga uyingga 50 kilovatlik quyosh panel qo'yamiz. O'yiga boku, devona soqa qiladi. Go. Sinfdosh, hozirgi kunda biznesda eng zo'ri uyda quyosh panel o'rnatish. Mana uyimga hamma narsamni sotib, quyosh panel qo'yganman. Uyiga zakon 9,5 million, 10 milliondan beri yotibdi. Yuzini qoplaydimi g'ay? Ha, men vaqtiga qimmat qo'ydim. Hozir bularda vaqti aksiya ketyapti. 20-noyabrgacha buni qara. 10 kilovatlik 35 million, 20 kilovatlik 66 million, 30 kilovatlik 99 million, 50 kilovatlik 150 million, 100 kilovatlik 280 million. Bunaqasini topolmaysan. Bir zo'r ekan, texnik shartnomalari ham ichiga ekan. Bilasan-ku, men zo'r joydan o'zimga ham, senga ham qo'ydirdim. 300 yilgacha kafolatlari ham bor. Moldan sotdim, men nima qilaman? Endi uyga borasan, oyoqchan shuna ko'tarasan, xotin, choy damladingsan, deysan, kartaga 10 milliongacha pul tushib turadi. Manzili ham zo'r joyga joylashgan ekan. Mana qulay kanichkada pasport sol ketaverishda ZBSga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Yo'l ustiga logotiп bilan chiqarganimizda kelaverasizlar. Faqat yaqindan olib kelinglar, hammani ham olib kelmanglar. Yana qo'yaylik, yur. Oh, hay sabr buni yeb, buncha pulga nima qilasan? Ketdik.